Xo'p, hurmatli obunachilar, mana navbatdagi avtomobilimiz Gentra, mexanika korobka, mashinamiz holatlari juda ham ideal, chokko svet, chokko rangda. Balonlari yangi, yumshoq balonlar qo'yilgan, motor galobkalari ochilmagan, ABS konditsionerlari bor. Mashinamiz holati juda ham zo'r. Mashinamizni tanishtirib o'tadigan bo'lsanglar, hech qayerda chaqa-chuqalari yo'q. Mashinamiz mana salon ko'rinishlarini ko'rib turibsizlar. Alla qo'yilgan ekan, ABS konditsionerlari bor. Probegi 181 ming yurgan. Mana rullarning hollari aniq turib, yurishlari hadoviy motorlarda ishi yo'q. Zavodskiy gaz bu. Mashinamiz zavodskiy gazda ustalovkalar qilingan. Mashinamiz chokko rangda. Mashinamizning tan narxi 119 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, kelib ko'rib baraka qilishlari mumkin. Mana shu yerda miyatinachasi bor ekan. Mana shu yerda to'g'ri qilgan kosmetika. Mashinamiz lekin juda ideal. O'zim haydab ko'rdim, yurishlari, hadoviylari ishi yo'q. Mashina yaxshi holatda turibdi. Mashinamiz bank orqali ham chiqadi. Mashinamizning boshlang'ich to'lovlari 22 million so'm bilan chiqibdi. Oylik to'lovlari mana shu yerda o'rtacha 3 million 800 dan chiqadi. 4 yilga. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, kelib ko'rib baraka qilishlari mumkin. Telefon nomerlarimiz 94 344 81 11. Manzilimiz Jizzax shahri, Prospekt Almas kafe ro'parasida ofisimiz. Kelinglar, ko'ringlar, ma'qul kelsa, mana baraka qilib olib ketishlari mumkin.